ayam hojiga bordi, maza qilib keldi, eson qildik. Kim olib bordi ayizni? Murat akalar, Onlar opa, Abdurahmon akalar. Ashlar olib keldi-da. Ular tadbirkor olib bordimi yoki hokimiyat tomonidan? Yo'q, ashlar tadbirkorlar, Murat akalarda, fermerlarda. Fermer u kim u Murat aka? Yang'ozorda xo'jayini. Paxtasi bor. Tadbirkor olib bordi, ayizni hojiga yubordi. Olib keldi, sopiladi. Umid odam olib keldi. Kim bor deylar? Mavjuda, men, Zulxumor, Mahbuba, Gulnorami? Ana nima bu Gulmira, mani qizi, Onarxon Zekalar qizi. Kelini, Onarxon o'zi, Murodjon o'g'li. Qishlik kiyim oldilar. Ayiz olib berdi. Xolamni olib bersa ham qoshiga ketib qolib, qoshidan kelayotgan mahal olib berishdi. Olib berishdimi? Ha. Shunday qilgan sartarosh.